Menda Google formadan ko'chirilgan, ya'ni Excelga ko'chirilgan tayyor Google so'rovnoma mavjud va bu so'rovnoma mani sohamdan kelib chiqqan holatda 100 nafar patsientdan olingan. Endi mana shu so'rovnomani men Stata dasturiga import qilaman va jarayon qanday ketadi ko'ramiz. Mana biz Stata fayliga kirib oldik va mishkamizni o'ng tarafini bosib Zapusк imining administrator funksiyasini olamiz. Agar bu funksiya bizda bo'lmaydigan bo'lsa, keyinchalik foydalanadigan box plot, two-way scatter kabi grafiklarimizda bizga chizib bermaydi. Agar biz как administrator bo'lsa, keyin bizda buyruqlarimiz ishlaydi. O'shaning uchun Zapusк imining administrator funksiyasini tanlaymiz. Bir oz aylanish va qotish bo'lishi mumkin, lekin dalash boshi ishlaydi. Xo'p, menga endi Google so'rovnomam hozircha shart emas, faqatgina Stata dasturini o'zida ishlasam bo'ladi. Menda Stata dasturi ochildi va endi men Excel faylimni shu dasturga import qilaman. Buning uchun fayl yuqori o'ng tarafga chiqib fayl degan bo'limni tanlayman va import degan bo'limni tanlayman. Shunda menda birinchida joylashgan Excel spreadsheet degan bo'lim chiqadi va men bunda bu bo'lim menga kompyuterimni qaysi qismidan qaysi faylimni ko'chirishimni ko'rsatadi va tabiiyki men brauzerga kiraman. Bir oz aylanish bo'lyapti, lekin bu ishlaydi. Va menda aynan qayerdan topishimni ko'rib chiqaman. Demak, meni faylim Stata 18 faylimni ichidagi Google so'rovnoma ustalik degan fayl. Va men buni tanlab OKni bossam, mana shu joyimda qaysi faylimni ustanovka import qilayotganim va unda qanday o'zgaruvchilarim borligi keltiriladi va OK knopkani bosaman. Shu bilan meni faylim Stata dasturiga import qilindi va buning natijasini men ikki xil holatda, to'g'rirog'i yanada aniqroq holatda 3 xil holatda ko'rishim mumkin. Birinchi holatimda result qismimda import Excel deb kompyuterimning C diskidagi Google so'rovnoma faylim import bo'lganini va uning ichida 10 ta o'zgaruvchi va 102 ta patsient qatnashganligini ko'rdim va ikkinchi holatida o'ng tarafimda mendan o'ng tarafimda bo'sh oknodan ABCD degan harflarimni ko'rdim. Ya'ni bu meni savollarim, meni o'zgaruvchilarim joylashgan qatorni ko'rsatdi va uchinchi holatda chap tarafimda import Excel degan kommentim borligini ko'rib chiqdim. Va men to'rtinchi holatda brauzer buyrug'i orqali qanday datani import qilganimni va unda qanday o'zgaruvchilarim borligini va ovoz berishlarim soni 101 nafar ekanini ko'rib chiqsam bo'ladi. Va shu o'rinda aytishim kerak, agar mana shu datamiz bizda qizil rangda turgan bo'lsa, demak har bitta o'zgaruvchimizni Stata tushunadigan tilda qayta
kodlashimiz kerak bo'ladi. Qayta kodlanganda kodlanmagan qismlar boshiga chiqadi. Kodlangan qismlar eng oxiridan ko'k rangdan paydo bo'la boshlaydi. Shu orqali biz qayta kodlangan yoki kodlanmagan ekanini ko'rib chiqsak bo'ladi. Shuning bilan bugungi ikkinchi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz birinchi darsda kodlanmagan Excel faylni qanday qilib kodlashimizni ko'rib chiqqan edik va endi keyingi videolarimizda sekin-sekin Stata 17 dasturining buyruqlariga o'ta boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.